2025 yil 27 iyun kuni soat 21:20 da Sevimli Tuda Qizil Atirgul o'zbek serialining 48 qismi efirga chiqadi va men hayajonimni yashira olmayman. Bu qism his-tuyg'ular bo'roni bo'lishini va'da qiladi, qahramonlarning murakkab taqdirlarini ochib berishda davom etadi. Serial drama, sevgi va intrigani mohirona birlashtirib, tomoshabinni tinimsiz hayajonda ushlab turadi. Har bir qism bu tasodiflarga orin yo'q suhbatlar, yurakka teguvchi nozik ishlangan syujet. Qizil Atirgul qahramonlarning chuqur ishlangan obrazlari uchun maqtovga loyiq. Ularning ba'zan bahsli qarorlari hayot, sevgi va fido qilish haqida o'ylashga majbur qiladi. 48 qismda yangi burilishlar kutmoqda. Qahramonlar o'rtasidagi munosabatlardagi keskinlik cho'qqisiga chiqadi. Kutilmagan oshkoralar esa hamma narsani ostin-ustun qiladi. Rejissyor ishi va aktyorlar o'yini a'lo darajada, har bir kadr his-tuyg'ularga to'la. Sevimli Tuda o'zbek seriallari jahon hitlari bilan bellasha olishini yana bir bor isbotlaydi. O'tkazib yubormang, bu qism olif bo'ladi.